Imom Termiziy sahih sanad bilan rivoyat qilgan hadislarda Abu Zar radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu oyatni o'qidilar. Dar haqiqat, insonga u esga olinadigan narsa bo'lmagan bir zamon kelmadimi? U zot ushbu oyatni tugatmagunlaricha o'qidilar. So'ngra dedilar: Albatta men sizlar ko'rmaydigan narsalarni ko'raman va sizlar eshitmaydigan narsalarni eshitaman. Osmon titrab yorilib ketay deydi va u titrashga haqlidir. Chunki unda 4 barmoqli joy yo'qki, illo unda sajda qilib turgan farishta bor va qiyomda turgan farishta bor. Allohga qasamki, agar men bilgan narsalarni bilganingizda edi, kam kular edingiz va ko'p yig'lar edingiz va siz ayollaringiz bilan to'shakda rohatlanmagan bo'lar edingiz. Balki tepaliklarga chiqib ketgan bo'lar edingiz. Buyuk Allohga duo qilish uchun. Va hadisning ma'nosi shuki, agar siz Allohning qudrati haqida men bilgan narsalarni bilganingizda edi va osiylarga uning intiqomi qanday bo'lishini bilganingizda edi, siz uzoq va to'xtovsiz yig'lagan bo'lar edingiz. Sizni kutayotgan narsadan qo'rqib va siz hech qachon kulmagan bo'lar edingiz. Hoy gunohkor banda, sen Allohdan uyalmaysanmi? Sen yolg'iz qolganingda Alloh seni ikkinching bo'ladi. Robbing azobini kechiktirishi va seni sharmanda qilmay sening gunohlaringni yashirishi seni aldab qo'ydimi?